Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Yozuvchi Xolida Isroilning Oltin Kesh romani masala eng og'ir kitob deb bekitilgan. 17 aprel Buyuk Turkiston izlanish va kuchlantirish jamiyati birlik va qarindoshlik kechilik o'tkazdi. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Afg'oniston bilan Talibanning Qatarda o'tkazilgan tinchlik suhbati kechiktirildi. Hindistonda bir kishi saylamda boshqa partiyaga bilet tashlab qo'yganligi uchun qo'lini kesdi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Xitay dairələri ötən il elib bağan atalmış məsələli kitablarını təkşürüş hərəkətində yazğıcı Xolida Isroilning Oltin Kesh nomli romani məsələ ən ağır kitab deb bekitilgan. Ürümçidagi aloqador xodimlar Xolida Isroilning nadiligi və növbətlik ahvoli haqida ma'lumot bermagan. Ammo ahvoldan xabardor kishilarning Xolida Isroilning salomatlik ahvoli sababli, ya'ni chaqliq o'rindiqda o'tirib qolganligi uchun uyda nazarbat ostiga ilinganligini oshkorladi. Qashqar Uyg'ur nashriyatining tahriri shoira Chimangul Avud yazğıcı Xolida Isroilning Oltin Kesh nomli romanini tahrirlaganligi uchun tutqun qilinganligi oshkorlangan edi. Qashqar Uyg'ur nashriyatining tahriri shoira Chimangul Avud yazğıcı Xolida Isroilning Oltin Kesh nomli romanini tahrirlaganligi uchun tutqun qilinganligi oshkorlangan edi. Oltin Kesh romanining avtori yazğıcı Xolida Isroilning taqdiri haqida bir qator aniqlashlarni ilib bordi. Ilgari Qumliqning tushi, Timtos shahar, Rangdor quyun, Keçmiş qatarlıq əsərlər bilan məşhur bolğan yazğıcı Xolida Isroil bir mahal Şinjan yazğıcılar cəmiyyətinin muavin rəisi bolğan. 1952-ci ildə Qashqarda tug'ilgan Xolida Isroil 1975-ci ildə Beijingdagi Mərkəzi Millətlər Universitetini bitirgandan keyin toki dam elishga chiqquchi bo'lgan oraliqda Şinjan gazetida muharrir bo'lib xizmat qilgan. 2016 yil ishlangan Şinjan televiziyasining Madaniyat postani programmasida bayon qilinishicha, yazğıcı Xolida Isroil mazkur romanini ikki put sunib, chaqliq o'rindiqda o'tirib qolgan mezgilda yozgan. Uning tutqunda yoki emasligi haqida xabardor ba'zi kishilar Xolida Isroilning navbatda uyda davolanayotganligini bayon qilsa, yana ba'zilar salomatlik yor bermaganlik sababli soqchilarning uni lagerga yoki qamoqxonaga apirishga chorasiz qolganligi, Xolida Isroilning o'z uyida so'roq qilinganligi va hozir nazarband ostida ekanligini bildirgan. Oltin Kesh romani 2016-yilda nashr qilingandan keyin Yevro-Osiyo kitob ko'rgazmasi qo'yilgan va yuqori bahoga erishgan. Xitoy siyosiy qonun xodimlari Oltin Kesh romanining Qashqar Uyg'ur nashriyatidan masalali kitoblar deb bekitilgan 600 dan ortiq kitob ichida masala eng og'ir kitob deb bekitilganligini oshkorladi. Ammo xodimlar mazkur kitobda konkret qanday bir masala tepilganligi haqida ma'lumot bermadi. Ma'lum bo'lishicha, Qashqar Uyg'ur nashriyatiga Uyg'ur avtonom rayonidan kelgan tekshirish guruhi masalali kitob deb bekitilgan kitoblardagi masalalarni jamiyatdan sir tutgan. Madaniyat bo'stonidagi baholag'uvchilar Oltin Kesh romaniga 3 avlod kishilarning talpinishlari mohirlik bilan aks ettirgan nodir asar deb baho bergan. Yazğıcı Xolida Isroil bo'lsa, Uyg'ur adabiyotiga o'chmas tuhfa qo'shgan. Yangi davr adabiyotida faxrlik o'rni bo'lgan atoqli yazg'uchi deb ta'riflangan. Afg'oniston hukumati bilan Taliban orasida Qatarda o'tkazilgan tinchlik suhbatlarining birinchi bosqichi muayyan vaqt bekitilmasdan kechiktirildi. Tinchlik suhbatlarini qo'llab-quvvatlagan Qatar to'qinish va insoniy xizmatlar markazi boshlig'i Sultan Bakrat Twitter adresi orqali bayonot berib, Afg'oniston hukumati bilan Taliban vakillarining Qatarda davomlashtirgan tinchlik suhbatlarining vaqtsiz kechiktirilganligini bildirdi. U Afg'oniston prezidenti Ashraf G'anining markaz e'lon qilgan ishtirokchilar tizimligiga qarshi chiqqanligini bildirib, suhbatga kimlarning ishtirok qilganligi to'g'risida texnik kuchli fikr birligi o'rnatishning zarurligini eskartdi. Bugun boshlanishi planlanayotgan suhbatlar Afg'onistondagi urushga muzokara orqali xotima berishni va Amerika askarlarining Afg'onistondan chekinishni kafolatiga ega qilish yo'lidagi muhim bir qadam deb qaralyapti. Qatardagi to'qinish va insoniy xizmatlar markazining tunugini tarqatgan tizimligida 243 odamning ismi bor edi. Ismini oshkorlashni xohlamaydigan yuqori darajalik bir amaldor markaz tayyorlagan tizimlikning Afg'oniston hukumati tayyorlagan 250 kishilik tizimlikdan farqli ekanligini, Ashraf G'anining tizimligida ayol vakillar sonining ko'p ekanligini bildirdi. Amerikaning Afg'oniston alohida vakili Zalmay Xalzat bo'lsa, Twitter adresi orqali bayonot berib, suhbatning kechiktirilganligidan afsuslanganligini bildirdi va barliq taraflarni dialog va tinchlik musobaqasini qo'llashga chaqirdi. Öz muxbirimiz Recep Atashning xabar qilishicha, İstanbul Kültür Universitetida doktora Sorobo Kayxonning o'rinlashtirishida Uyg'ur turklari, No'g'ay turklari va Ozarbayjon turklarining urf-odati, kiyim-kechak, yemak-ichmaklari va madaniyatlari o'quvchilarga dars qilib o'tildi. Magistrlikda o'qiyotgan o'quvchi Borjo Sesli Uyg'ur madaniyatini tanishtirdi.
o'quvchi Fatma Derekli No'g'ay madaniyatini tanishtirdi. O'quvchi Aytan Namazova Ozarbayjon madaniyatini tanishtirdi. Ular sinfga o'zlari tanishtirgan millatning kiyimlarini kiygan holatda kirdi va oxirgi suhbatimizda o'quvchi Borjo Sesli Uyg'urlarning madaniyatlarini Uyg'ur televiziyasi kanalimizning ekranlari orqali butun turklarni xabardor qildi va mehmondo'st illiq chiroy va kulsi qisilgan ko'zlari intayin go'zal deb tasvirladi. 2019 yılı 17 aprel Büyük Türkistan İzdiniş ve Güçlendiriş Cemiyeti'nin uğurlaştırışında birlik ve qeyrindaşlıq keçilik ötküzüldü. Keçilikte Hira Uyghur Başlangıç Mektebi'nin səbi balları alohida numurlarını tayyorlab keldi. Onun içinde İstiqlal Marşı ve Vatanimiz Şarkı Türkistan'ı küylep şiirlerini okup tamashabinlarni ta'sirlandirdi. Vatanimizning kelgusi umidlaridan biri bo'lgan aka-ini boks mahirlari alohida mahorat ko'rsatdi. Bu keçilikni alohida o'rlashtirgan Büyük Türkistan İzdiniş ve Güçlendiriş Cemiyeti'nin raisi Yusuf o'g'li alohida so'z qildi. Təklif qilingan mehmonlardan Mahmud Qashqari Dərnekining raisi Yusuf Baltaji, Dünya Uyghur Birləşməsinin raisi və Dünya Ayollar Birləşməsinin Türkiyə vəkili muavin raisi Rabia İktürk söz qildi. Abdulhamid Uyghur Əpəndi keçilik üçün alohida şiir o'qidi. Xitoy lageridan mo'jizalarcha qutulib chiqqan Qozog'iston girdani Uyg'ur millati Gulbahor Jalil xonim vatanimiz Sharqi Turkistondagi o'zining ko'rgan zulmlarini anlatdi. Oxirida bu keçilikni alohida o'rlashtirgan Büyük Türkistan İzdiniş ve Güçlendiriş Cemiyeti Dünya Uyghur Ayollar Qurultiyi vakillariga sovg'at berdi va o'zaro hadiya almashtirdi. Afsunarligi shuncha ko'rkamzalning to'shmaganligi bo'ldi. Buningdan keyingi faoliyatlarda har qaysi muhojiratdagi Sharqi Turkistonlik xalqimizning bunday faoliyatlarga aktiv qatnashishini umid qildi. Hindistonda 11 aprel boshlangan parlament a'zolari saylamining ikkinchi bosqich to'nogin o'tkazilgan edi. Saylam munosabati bilan to'nogin Uttar Pradesh o'lkasida Pavan Kumar nomli bir kishi saylam biletini tashlab bo'lgandan keyin xato holda hokimiyat beshidagi Bharatiya Janata partiyasiga bilet tashlab solganligini his qilgan. Pavan Kumar ijtimoiy taratquv hisobida hambahrlashgan videosida aslida yerlik partiyaga bilet tashlamoqchi bo'lganligini, biroq ovoz biletida nurg'unlagan partiyalarning simvollar bo'lg'achqa nima qilarini bilolmay qolganligini aytdi. Pavan Kumar pilga ovoz berman deb xato holda gulga ovoz beribdiman deb pushaymon qilganligini ifodalab, o'chmas buyoq surkigan ishorat barmoqini kesib tashildi. Hindistondagi saylamda hokimiyat beshidagi Bharatiya Janata partiyasining simvoli Nilupar guli bo'lib, Bahujan Samaj partiyasining simvoli pil edi. Hindistonda ba'zi rayonlarning ma'rif saviyasi intayin tuvan bo'lganligidan partiya simvollari saylovchining ishini osonlashtirish uchun ishiltidi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Görüşkice aman bulunlar. Xayr xo'sh. Allah'a emanet.